Yaxshimizlar xanımlar, bugünkü dersimiz samsak chilash. Biz aldı bilen aldı kayna bulup 2 kilo samsak tayyorlab olamiz. Az chilasanlar azroq, qilsanlar bo'ldi, ahvolinglar qarta. Buni mushkul shaklda sir qavatini aqlab tayyorlab olamiz. Buni aqlab tayyorlab bo'lgandan keyin ustiga chilash qadar suv qo'yib olamiz. Ondan 150 gram tuz silib, bir qur aralashtirib, bularni 24 soat chilab qo'yamiz, qizlar. Bu samsaqning sir qavati sal yumshag'icha biz buni qiyam suyini tashlaymiz. Qiyam suyi uchun qozonga 1000 gram suv, ya'ni 1 kilo suv qo'yib olamiz. 500 gram achchiq suv qo'yib olamiz. 40 gram sus jangyu qo'yib olamiz. Ondan 400 gram shakar, 150 gram tuz silib olamiz. Bularni aralashtirib, buni qaynatib olamiz. Bu qaynab bo'lgandan keyin mushkul holat kirdi. Endi buni quruq bo'lgan javurimizni qo'yib sovutamiz. Bu soğuğuca biz bayam samsaqlarimizni quruq holatgacha buni quritib olamiz. Samsaq qurigandan keyin quruq bo'lgan ko'zlarimizni silib olamiz. Silib bo'lgandan keyin buni ustiga bayam qiyam suyimizni to'ldirib qo'yib olamiz. Qo'yib bo'lgandan keyin ustiga oq ochiq suvni oz miqdorda quyib, buning buzilib qolmasligini oldini oldi. Qo'yib bo'lgandan keyin buni og'zini him holatda yeb olamiz. Yeb bo'lgandan keyin buning havolarini chiqib ketmasligi uchun cho'risiga ozroq suv qo'yib qo'yamiz. Suv qo'yib qo'ygandan keyin mushkul holatda sovuq o'rinlarga qo'yib, buni 20 kundan keyin iste'mol qilsanglar bo'ldi. Mana qizlar 20 kun vaqt o'tgandan keyin samsaqlar mushkul holatda pishib chiqdi.